Mashig'ishimiz salkam 1 yildan beri suvda turibdi. Na birar gram eriydi bu, na suvda cho'kadi bu. Mana suvni ichmaganini hisobiga mana ko'ryapsiz, mana qarab turing, mana bosyapman. Otilib chiqadi hozir mana. Akalar, mana bugun 1-iyun 2026-yil. Yozgi kunlardan video qilyapmiz. Mana klientimizga gazobloylar yuklanish jarayonida. Gazobloylarimiz sifatini ko'rishlaring mumkin. Mana hozirgi kunda mana hammasi zakazga chiqyapti. Oldindan kelib aytib qo'yib ketishgan, tayyor bo'lgan mana Kia Bongolarga 120 tadan yuklab beryapmiz. Endi bu videoda sizlarga gazobloylarimiz sifatini bitta ko'rsatib beramiz. Buning uchun bizga mana sodda usuli bitta samarez kerak bo'ladi. Mana shuni qatirib ko'rsatib beramiz. Nimaga samarez deyapmiz? Endi videoda hamma g'ishini maqtaveradi. Qo'lingizda ushlab ko'rmaganingizdan keyin sifatini bilishingiz qiyin. Sodda usuli, agar gazobloylarda ko'pi samarez ushlagani qiynaladi. Mana shunaqa samarez qatirilsa, shunda mana bu tomonga mana qattiq tortyapman, chiqqani yo'q. Undan tashqari mana qarab turinglar, mana ko'taraman. Bitta g'ishimiz 23 kilodan. Mana bemalol bitta samarez g'ishni ko'taryapti va mana yoni kengayib ketib, yorilib ketgani yo'q, mana tiniq holatda turibdi. O'zimga tortaman endi, qarab turinglar. Qo'lni ko'ryapsizlar mana. Umuman bunaqa g'ishda jildiradi, og'ir bo'ladi, biladigan odam biladi. Mana ko'taryapmiz. Samarez shunda ushlab turibdi. Bu degani g'ishti sifati zo'r, plotnisi juda qattiq degani. Ko'p gazobloylar shunaqa samarez ushlagani qiynaladi sifati pastligi uchun. Bular bemalol samarez mana bittasi 20 kilodan oshiq yuk ko'taradi. Ikkita qatirib bemalol mebellaringni, televizor, aristonlarni ankerlarda qatiladi. Ankerlarda erta kunda mahkam, mustahkam ushlaydi. Shundan mana sifatini bilsalaring bo'ladi. Sifati nihoyatda yuqori gazobloylarimizda. Undan tashqari mana yerda sharchalari mana bir xilda mayda turibdi. Shunaqa mayda bo'lsa, sifati zo'r bo'ladi. Mana bunikini ham ko'rishlaring mumkin. Mana sharchalari, ya'ni cho'tir-cho'tirlari juda ham mayin chiqqan, mayda chiqqan. Issiqda sovuqda ushlab qoladigan narsasi o'zi asli mana shular bo'ladi. Mana g'ishlar umumiy holati mana ko'ryapsizlar. Bir xilda tiniq qilib chiqarib berilgan. Endi mana yuklash jarayonlari ketyapti klientimizga. Marg'ilonda klientimizga beryapmiz. Sifatlari zo'r mana. Endi hozir mana videoni ko'rib turinglar. Bitta obrazeslar qo'yib berganmiz, kelgan klientlarga ko'rsatamiz. Manzilimiz Marg'ilondan Orolbo'yi ko'chasida, Balonpurushlar ko'chasi. Bitta mana gazobloyimiz, mana shu gazobloy yanvar oyida tushgan. Mana shu yilda yanvar oyida qishki kunida tushgan. Mana shu suv muzlagan bo'lgan. Mashitlari ham muzlab netgan. Mana o'shanda ham muzdan tushgandan keyin yorilib ham ketmagan. Bu suv 1-2 marta tugab yana to'ldirdik boshqatdan. Yozgi kunida parlanib ozayib ham ketdi. Qarang mana mashig'ishimiz salkam 1 yildan beri suvda turibdi. Na birar gram eriydi bu, na suvda cho'kadi bu. Mana suvni ichmaganini hisobiga mana ko'ryapsiz, mana qarab turing, mana bosyapman. Otilib chiqadi hozir mana. Bu mana yerda turaverib hamma klient shunaqa sinovdan o'tkazib o'rgani uchun bu qirg'oqlari bochkaga ishqalanaverib shunaqa qo'yib qoldi. Mana ichlarida sharchalarni ko'ryapsiz, mana bir xilda. Bu nimaga cho'kmayapti desangiz, gazobloyimiz shu darajada sifati zo'rki, mana qarang ko'ryapsiz, mana qaytib chiqyapti mana. Bo'lmasa mana shu 25 kilo hozir gazobloyimiz og'irligi degan suvda qaytib chiqyapti. Mana uzoq paytdan beri turganini isboti. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, bunaqa hali ko'karib ketgan narsa o'sib, hali baqaton deydi bir xil joylarda. Mana shunaqa yashil narsa o'sib ketgan suvda turaverganidan. Mana erimagan, kimlardir kelib tosh bilan urib ko'rdi buni, haqiqatdan mustahkammi deb. Ishonmaganlarga hammomlarda nima bo'ladi, o'zidan sho'r chiqarmaydimi, namgarchiligiga, chidamliligiga qanaqa deganlarga qo'rqmanglar, o'ta darajada
baquvvat bu ursa qo'lni sindiradigan darajada bo'lib ketgan bu. Ko'ryapsizlar mana. Siz ham olib borib mana shunaqa qilib bemalol sinaverasiz. Agar sinovdan o'tmasa, qayta olaveramiz. Mana shu qish sovuq kunlarini ham ko'rganman. Bu suvda 2-3 santimetr kirgandan keyin bag'iga kirmaydi suv. Shuni hisobiga shunaqa holatda turadi. Mana bunaqa qilib abrazislar qo'yib qo'yganmiz. Endi bitta yana bitta sizlarga mana pishig'ish bilan solishtirib ko'ramiz. Pishig'ish bilan solishtirganda mana ko'ryapsizlar 30 santimetr eniga turibdi. Bu tomoniga 60 santimetr, balandligi 20 santimetr gazabloyimiz. Xuddi shunaqa qilib g'isht terganmiz. Mana 6 santimetrdan bo'ladi. 3 ta g'ishtimiz 18 santimetr, loyi bilan 20 bo'ladi. Bizni bitta g'ishtimiz 20 turibdi. Endi bu tomoniga mana 2,5 g'isht bo'lyapti. O'shunda gazabloyda eni bilan eni bir xilda to'g'ri kelyapti. Shunda mana bitta qatoriga 7,5 tadan g'isht terilyapti. Mana bunaqasiga 1,5 g'isht qilganmiz. Bunaqasiga mana 2,5 ta, bitta, ikkita, yarimta, 2,5 ta turibdi. Bu tomonida bo'lsa mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Naryoqda 2,5 ta bilan 7,5 ta bitta qatoriga ketyapti. Bunaqadan 3 ta g'isht bor bizda. 22,5 ta ketyapti. Mana shu bitta gazabloyda razmerida tushadigan joyiga. Endi 22,5 ta gazabloy pishig'ishimiz hisob kitob qilib ko'ravering. Endi hozirgi kunda 900 so'mdan bir donasi, 20 tasi 18 ming bo'lsa, 22 tasi bilan уже 20 ming so'mga to'xtaydi sizga. Yo'l kiralari bilan o'tadi undan. Endi buni bittasini ustida 600 so'm, 700 so'mdan uryapti arzon ustida ob'yomga. 22 ta g'ishtni 600 so'mdan urib bersa, 13,5 ming so'm bo'ladi. Qarang. Buni 13,5 mingga uradi pishig'ishni ustida, buni 7 ming so'mga uradi. Mana shu yerda o'zida farqini ko'ryapsiz, qancha pul yutyapsiz mana. 13,5 ming qatta, 7 ming so'm qatta. 6,5 ming usta xizmatini o'zidan yutyapsiz mana shu bitta g'ishtimizni o'zida. Endi g'ishtni o'zidan ham yana 3 ming so'm ekonom qilyapsiz-da. Jami bitta g'ishtimizni 9 ming so'm siz foydadasiz. Endi hamma joyda narx har xil. Taxminiy 6 ming so'm yutdim deganingizda ham usta xizmati va g'isht o'zini arzon tushishini hisob kitobiga bitta g'ishtdan 6 ming so'mdan arzon tushgan taqdirda ham 1000 ta gazabloy oladigan bo'lsangiz, siz o'rtacha 3 xona, 4 xona uyingizga ashitda o'zida 6 million so'm pul ekonom qilasiz. Endi bundan tashqari buni siz qumsuvoq qilishingiz kerak bo'ladi. Qumsuvoqni 1 kvadrat metri necha pulga tushadi, o'zingizdan hisoblab ko'raverasizlar. Buni qumsuvoq qilmaysiz, tekizligini hisobiga shuni kafelkalar yoki rodbinni tortib qo'yasiz. Shuni ustidan aboyni yopishtirasiz yoki rangni beraverasiz. Endi bularda sho'r chiqish ehtimoli bor. Misol yaxshisini olsangiz sho'r chiqmaydi. Agar ishonchli bo'lmasa, ko'pida sho'r chiqib ketib qolyapti. Bunda umuman sho'r chiqmaydi. Endi issiqlik, sovuqlik ushlash darajasi eng asosiysi. Bu pishig'ishlar to'g'ri yomon emas. Ota-bobomiz, biz o'zimiz ham pishig'ishli uyda yashab kelganmiz, lekin u paytlarda gazabloy bo'lmagan, zamon talabi. Hozir domlarga ham mana gazabloy uringlar deb beryapti, chunki energiya tejamkor bular. Pishig'ishda ursangiz, bir kunda, qish kunida 10 soat katyol yoqsangiz, bunda 6 soat yoqsiz ham o'sha effektni olaverasiz. Yozgi kunida bir kunda misol 5 soat konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, uyingizga, oshxonangizga, bunda 3 soat yoqsiz ham o'sha effektni beraveradi. O'zidan issiqlikni qo'yib yormaydi bular. Qish kunida ham issiqlik ko'chaga chiqib ketmaydi, issiq bo'ladi mana o'zini harorati. Mana hozir ushlab turibmiz mana. Mana shu holatda sovishashlik darajasi gazabloyda yuqori bo'ladi. Endi buni bilgan biladi, bilmagan odamga tushuntirib beryapmiz. Buni Rossiyada urib yurganlar o'zi yaxshi biladi. Bilmaganlar uchun bu videomiz. Tushuntirib ketyapmiz. To'g'ri, pishig'ish mustahkam, baquvvat bo'lishi mumkin, lekin bunga ham seysmokolonni beton quyasiz, bunga ham seysmokolonni beton quyasiz. Beton quyganingizdan keyin ikkosi og'irligi, yuk ushlash vazifasi bir xil bo'lib qoladi. Endi bu mana ozgina to'g'ri, 38 santimetr yonidan jichcha chiqadi. Buni 30 ursiz ham o'sha effektni beraveradi. Ya'ni uyingizdan ham joy ekonom bo'ladi agar gazabloyda ursangiz. Biz endi bilganimizcha foydasini tushuntirdik. Tanlov o'zingizdan akalar, biz pishig'ishni yomon gazabloyda uring demaymiz, faqat zamon talabi bo'lyapti. Mana oldingi odamlar uy qursa, uyiga taxta eshik rom qo'ygan.
Hozir mana akfa qo'yyapti hamma. Taxtalardan ko'ra akfani xizmat qilishligi yaxshi bo'lib qoldi. Mana issiqda, sovuqda yaxshi ushlaydi. Xuddi o'shini singari bu gazobloylar ham issiqda, sovuqda yaxshi защита qilib beradi. Shuning uchun biz tavsiya beramiz, gazobloyni bemalol uraveringlar. Uylaring issiq bo'ladi, farzandlaringiz sizdan keyin maza qilib yashaydi. Energiyadan tejamkor bo'ladi. Arzon tushadi bu gazobloy. Mana shu ro'ppara qo'shnimiz ham ikkinchi etajini fonning gazobloyda urgan. Mana bu oralig'ida ozgina suv bo'lmagan joy turib ko'rgan bo'lsalaring, mana shu yerlarda qo'ngayog'ini aylantirib fonning ikki etajli gazobloyda qurishgan. Salam bemalol o'ylanmasdan olaveringlar mana shuncha odam. Aka, ha? Ha, birinchi chap qo'lda nomerni SMS qilib tashab qo'yaman hozir sizga 18 mingdan pulini olib olasiz. Mana mashina ham chiqarib yubordik mana. Ketib oladigan joyiga olishyapti. Shopirimiz olib ketdi mana 120 tani. 100 olishyapti akalar. Akalar videomiz yoqqan bo'lsa, like shunaqa klasmi, like shuni bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana ham bundan zo'r videolarni yoritib boramiz, foydali bo'lgan bo'lsa. Mana holatlarga yozib bo'lamiz. Avtomatik liniyalarda quyiladi. Bu eng full texnologiya bo'ladi. Bundan zo'ri yo'q. Hali mana shular eng zo'r stanok hisoblanadi. Shular quyiladi. Bunda bitta joyda ruchnoy bo'lmaydi. Knopkani ishchilar bosib tursa bo'ldi, o'zi g'ishtni o'zi quyadi avtomatik. Mana ko'ryapsizlar, sotilish jarayoniga ham o'zlaring guvoh bo'ldilaring mana. Qurmoqchi bo'lganlar, telefon nomerlarimiz 33 550 70 70. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Paxsani holatini ko'ryapsizlar, mana yorug'lari juda ham ko'p. Oldin shu devorlar chempion bo'lgan bir davrlar. Endi hozir unaqa holat emas, mana ko'ryapsizlar, yorilib ketgan. Gazobloydan uringlar, o'zgarish davri keldi akalar. Bemalol kesalang biz sizlarga sifatlarini tushuntirib beramiz, samarasi ushlashi, mustahkamligi, og'irligi, suvga chidamliligi. Mana anker qatirganida ham temirni olib ketib qolishibdi. Bemalol ankerlarni ham qatirsalar ham bo'ladi. Mana suvga chidamliligini ko'rsatdik. Pishig'ish bilan nech pul arzon tushishini ko'rsatdik. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, ishga qilib like bosib qo'yinglar akalar. Ishxonamiz bo'ladi. Orolbo'yi ko'chasida ishxonamiz.